Periştilerini biliş. 3. bab. Periştiler nima ishlarni qiladi? Biz oldingi babda asosliqi periştilerning sifatlari haqida to'xtalgan edik. Bu babda biz barliq periştilerga o'rtaq bo'lgan harakatlar haqida to'xtalamiz. Keyingi babda biz muayyan ba'zi periştilerga xos bo'lgan harakat, fe'llar haqida to'xtalamiz inshaalloh. Periştilerning Allah subhanahu wa ta'ala bilan bo'lgan munosabati. Periştiler Allah subhanahu wa ta'alaga yaqindir. Periştiler Allah subhanahu wa ta'alaning eng yaxshi maxluqotlardandir. Ani shu vajdan Allah subhanahu wa ta'ala ularga muhim vazifalarni topshirgan va ularning nurg'unlarining o'ziga yaqin bo'lishiga ijozat bergan. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, Mesihmu Allah'a yakın periştilermu Allah'a bende boluştun hergiz baş tartmaydı. Sure Nisa 172. ayet. Periştiler Allah subhanahu wa ta'alaga üzlüksiz revişte ibadet kılıdı ve onu her vakit medhileydi. Periştiler her vakit Allah subhanahu wa ta'alaga ibadet kılıdı. Namaz okuydu. Onu uluğlaydı. Onunla hamd eytidi. Beytul Ma'murni tavaf qildi va hakazalar. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, Allah'ның dergahidikiler, yani periştiler, Allah'ның ibadetinden tekabburlik qilib baş tartmaydı ve heripmi qanmaydı. Ular keç gündüz tesbih eytidi, boşaşmaydı. Sure Enbiya 19-20. ayetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem periştilerinin Allah subhanahu wa ta'alani medhiligende nimi deydiganlık haqida tercümesi, zikrinin en evzeli Allah öz periştiler üçün tanlagan Subhanallahi ve bihamdihi degen zikirdir degen. Bu hadisni İmam Müslim 2731. numurluq Abu Zar radiyallahu anhu'dan rivayet qilgan. Ular namazlarida tüp-tüz sep tüzüdü. Periştiler namazga turganda seplerini tüp-tüz qiladi. Bizmi ham shunda qilishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala shunda deydi. Tercümesi, sep bo'lib turgan, düşmanlarga qarshi ot selib turgan, Allohdan madad tilab Kalamullahni tilavet qilib turgan g'azat qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, Sure Saffat 1. ayetidan 3. ayetigacha. Jabir ibn Samura radiyallahu anhuning rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qitim sahobalarga shunday degan. Tercümesi, periştiler Rabbining dargohida sap tuzgandek sap tuzmamsizlar? Ular avval birinci retni to'shqizdi. Ondan qolganlarini to'shqizdi ve septe bir-biriga yaqin turdi. İmam Müslim 430. hadis ve başqalar to'plagan. Periştiler Allah subhanahu wa ta'alaga sajda qilib turdi. Periştiler o'ri turgan, ruku qilgan ve sajda qilgan holda Allah subhanahu wa ta'alaga ibadet qildi. Anas ve Hakim ibn Hizam radiyallahu anhumla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shunday deganligini rivayet qilgan. Tercümesi, osmon g'ichirlab ketdi. Uning ham shunday qilishi haqliq bo'ldi. Chunki osmondagi har bir g'irish yerda sajda qilgan yoki namozda, qiyomda turgan holda Allohga tasbih ve hamd aytayotgan bir farishta bordir. Bu hadisni İmam Tabrani ve başkalar toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 852. numur ve Sahihul Cami 1020. numurda sahih deb baholagan. Periştiler 7. osmondagi Beytul Ma'murni tavaf qildi. Periştiler Allah subhanahu wa ta'alaga ibadet qilish sifatida Beytul Ma'murni ziyorat qildi. Her kuni
70 ming farishta Baytul Ma'murni tavob qiladi va qiyomat kunigacha uning qaytib kirmaydi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: Baytul Ma'mur 7-osmondadir. Uningga har kuni 70 ming farishta kirib namoz o'qiydi va uningdan ayrilgandan keyin qaytib kirmaydi. İmam Buxoriy 3207 ve İmam Muslim 162 hadis toplagan. Farishtalar Allah subhanahu va taoladan qo'rqadi. Allah subhanahu va taolo qo'rqilishga loyiqdir. Farishtalar Allah subhanahu va taoloni intayin yaxshi toniganligi uchun uningdan loyiqida qo'rqadi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Osmonlardagi va zimindagi hayvonotlar farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Rabbidan qo'rqadi. O'zlariga buyurilganini qiladi. Sura Nahl 49-50-oyatlar. Rasululloh sallallahu alayhi ve sellem Cibril aleyhisselamның Allah subhanahu wa ta'aladan qanchalik qo'rqadiganligini bayon qilib shunday degan. Tarjimasi: Isro kechasida men eng ustun farishtalarning yenidan o'tdim. Cibrilning Allohdan qo'rqqanlikdan yirtilgan palazdek bo'lib qolganligini ko'rdim. Bu hadisni İmam Tabrani Avsatda ve İmam Bazzar Cabir radıyallahu anhudan rivayet qilgan. Şeyh Albani As-Sahiha 2289 numarda sahih deb baholagan. Farishtalar Allah subhanahu va taolaga itoat qiladi. Biz farishtalarning Allah subhanahu va taolaga eng itoatchan ekanligini va uningga zinhar itoatsizlik qilmaydiganligini bayon qilgan edik. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda yani shunday deydi. Tarjimasi: Undaq emas. Allah buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatlik bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petina olmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Sura Anbiya 26-27-oyatlar. Farishtalar Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rdi, Allah subhanahu va taolo o'ch ko'rganni o'ch ko'rdi. Farishtalar Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu va taolo o'ch ko'rganni o'ch ko'rdi. Shu vajidan ular Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'rdi, Allah subhanahu va taolo o'ch ko'rgan kishilarni o'ch ko'rdi. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shunday degan. Tarjimasi: Haqiqatan Allah bir solih bandani yaxshi ko'rsa, Cibrilni chaqirib, "Men palonini yaxshi ko'rman, sen uni yaxshi ko'r" deydi. Shuning bilan Cibrilmi uni yaxshi ko'rdi. Ondan Cibril alayhissalom osmonda farishtalarga nido qilib, haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala palonini yaxshi ko'rdi, sizlarmi uni yaxshi ko'ringlar deydi. Shuning bilan osmon ahli, ya'ni farishtalar uni yaxshi ko'rdi va uningga bo'lgan muhabbat ziminga quyildi. Zimindagi kishilarmi uni yaxshi ko'rdigan bo'ladi. Allah bir fosiq bandasini o'ch ko'rsa, Cibrilni chaqirib, "Men palonini o'ch ko'rman, senmi uni o'ch ko'r" deydi. Shuning bilan Cibrilmi uni o'ch ko'rdi. Ondan Cibril osmonda farishtalarga nido qilib, "Haqiqatan Allah palonini o'ch ko'rdi, sizlarmi uni o'ch ko'ringlar" deydi. Shuning bilan osmon ahli, ya'ni farishtalar uni o'ch ko'rdi va uningga bo'lgan nafrat ziminga qo'yildi. Zimindagi kishilarmi uni o'ch ko'radigan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bu hadisni İmam Muslim 2637 numarada toplagan. İmam Buxoriy 3209 numarda bu hadisning yaxshi ko'rishga oid birinchi bo'ligini rivoyat qilgan.
Biz ilgiriki mazmunlarda farishtalarning Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan majlislarni yaxshi ko'radiganligini bayon qilgan edik. Farishtalar namoz o'qigan, Qur'on o'qigan, Alloh subhanahu va taoloni zikr qilgan va boshqa solih amallarni qilganlarga hamroh bo'lishni yaxshi ko'rdi. Farishtalar faqat Alloh subhanahu va taoloning izni bilanla tushidi. Farishtalar osmondan o'zi xohlagancha tusholmaydi. Aksicha faqat Alloh subhanahu va taolo buyurgan vaqtda tushalaydi. İmam Buxoriy 3218 numaralı rivayet qilgan hadisda İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhissalomga tarjimasi sen nima uchun bizni texmi ko'p ziyorat qilib turmaysan deganda Allah subhanahu va taolo tövendeki oyatni nozil qilgan. Tarjimasi biz dunyoga Rabbingning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Rabbing bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. Sura Maryam 64-oyat. İnsanlarning yenidagi farishtalar. Ular Alloh subhanahu va taoloning amrini ilib tushidi. Allah subhanahu wa taolo farishtalarni intayin katta va sharaflik bir xizmatga, ya'ni o'zining amr va ko'rsatmalarini elib tushishga tanlagan. Allah subhanahu wa taolo shunday deydi. Tarjimasi: Jami hamd sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni elchilar qilguvchi Alloh xosdir. Sura Fatir 1-oyat. Farishtalar biz oldingi mazmunlarda bayon qilgan esil sifatlari sabablik bu katta vazifani zimmasiga elish sharifiga noil bo'lgan. Ular onaning qornidagi badanga ruhni puylaydi va kishilarning taqdirini yozadi. Biz onamizning qornidagi vaqtda Alloh subhanahu va taolo bir farishtani bizga ruh, ya'ni hayot puylash va bizning kelajakdagi ishlarimizni, ya'ni taqdirimizni yezish uchun avatidi. İbn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: Haqiqatan sizlarning biringlarning yaratilishi mundaqdir. U anasining qo'rsig'ida 40 kun isperma holatida turg'izildi. Ondan 40 kun lahti qon holatida turdi. Ondan 40 gün bir tishlam go'sht holatida turdi. Ondan bir farishta avatilib, uningga ruh puylanadi. Farishta shu bandaning rizqini, ajlini, amalini va baxtlik yoki baxtsiz bo'ladiganligidan iborat 4 so'zni yozishga buyurildi. İmam Buxoriy 3208 va İmam Muslim 2643-hadis to'plagan. Ular insonlarning qilmishlarini xotirlaydi. Ba'zi farishtalar har vaqt bizning yenimizda turib, qilgan etganlarimizning, ya'ni yaxshi yomon amallarimizning hammasini xotirlab turdi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ular bizni o'zlarining sirlarini va fikrlashganlarini anglamaydi deb gumon qilamdi. Hargiz undaq emas. Uni anglab turimiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turdi. Sura Zuhruf 80-oyat. Bular eng hurmatli farishtalar bo'lib, insonlarning har qanday amallarini yezishni unutib qolmaydi. Har insonning yanida uning amallarini xotirlashga mas'ul 2 farishta bor. Biri uning o'ng tarafida turib, yaxshi amallarini xotirlaydi. Yani biri onun sol tarafında turib yomon amallarni xotirlaydi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ular Allohning dargohida hurmatli farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. Ular qilmishinglarni bilib turdi. Sura Infitor 11-12-oyatlar.
Allah subhanahu ve teala yana shundoq deydi. Tarjimasi: insonning o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. U qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib, kuzatib turdi. Sura Qaf 17-18 oyatlar. Sol tarafdagi farishta insonning yomon amallarini xotirlashdan ilgari uningga tavba qilish fursati berdi. Bu vaqtda Abu Umama radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan sol tarafdagi farishta qalamni gunohkor musulmondan uning yomon amallarini xotirlashdan ilgari 6 soat ko'tarib turdi. Agar u banda pushaymon qilsa va Alloh subhanahu va taoladan mag'firat tilasa, farishta u yomon amalni yozmaydi. Agar undaq bo'lmasa, uni faqat bir gunoh sifatida yozadi. Bu hadisni Imom Tabrani, Imom Bayhaqi va Abu Nuaym to'plagan. Sheyx Albani As-Sahiha 1209-numur va Sahihul Jami 2097-numurda hasan deb baholagan. Biz ikkinchi bobda bayon qilgan hadisga o'xshab ketadigan yana bir hadisda Abu Umama radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Juma kuni farishtalar sahifalarni tutqunicha masjidning eshiklarida turdi. Ular masjidga tunji bo'lib, ikkinchi bo'lib va uchinchi bo'lib kelganlarni yozadi. Imom xutba uchun chiqqanda bo'lsa, sahifalarni yuvib qo'ydi. Imom Ahmad va Imom Tabrani to'plagan. Sheyx Albani Sahihut Targ'ib 710-numur va Sahihul Jami 1958-numurda hasan deb baholagan. Biz yenimizda qiygan va so'zlaganlarimizning hammasini ko'rib va yezib turadigan ikki farishta borligini tonib yetsak, texmi ko'p yaxshi ishlarni qilishga va gunohlardan saqlanishga bo'lgan rag'batimiz oshidi inshaalloh. Mu'minlarning yenidagi farishtalar. Farishtalar mu'minlarning do'stlaridir. Ular mu'minlarga yordam berish va ularni qo'g'dash uchun qo'lidan kelganlikki qilishga tegishli ishni qiladi. Farishtalar mu'minlar uchun duo qiladi. Ular barliq mu'minlar uchun shundaqla muayyan ba'zi ibodatlarni ado qilgan mu'minlar uchun duo qiladi. Tövende biz bu haqdagi misollarni bayon qilamiz. Ular barliq mu'minlar uchun duo qiladi. Farishtalar Alloh subhanahu va taolaning mu'minlarni mag'firat qilishini, ularni jazolamasligini va ularni jannat kirgizishini tilab duo qiladi. Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: arshni ko'tarib turgan va arshning cho'risidagi farishtalar Robbiga tasbih aytadi, hamd aytadi, uningga iymon aytadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Rabbimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin. Rabbimiz, sen ularning ota-bobolardan, ayollardan, avlodlardan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan mutlaq g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchisan. Rabbimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlagin. Sen kimniki yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu katta baxtdir. Sura G'ofir 7-8-9 oyatlar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Farishtalar namozdan keyinmi joyida o'ltirg'uchilar uchun duo qiladi. Musulmon namozini o'qib bo'lgandan keyin namoz o'qigan joyida bir oz turib zikrlarni qilishga va Qur'on o'qishga terishish kerak. Agar u shunda qilsa, farishtalar uning uchun duo qilib turdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh alayhissalatu vassalam shundaq degan. Tarjimasi:
Her qandaq biringlar namoz o'qigan joyda turgan, tahorati buzilmagan va masjiddan chiqib ketmaganlar bo'lsa, farishta uning uchun duo qilib, ey Alloh, uningga mag'firat qilgin. Ey Alloh, uningga rahmat qilgin deb turdi. İmam Buxoriy 659, İmam Muslim 649 hadislar. Ya Allah, ya zal celali vel ikram. Farishtalarning mu'minlar uchun duo qilishi, ularning Allah subhanahu va taoladan mu'minlarga rahmat va mag'firat qilishini tilishi deganlikdir. Tövendeki hadisde bayan kılınğındek, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir bende üçün rahmet yollaşı, yani salli bolsa, onu periştilerinin aldıda maqtışını gösterdi. Allah subhanahu wa ta'ala kimni maqtaydiken, o asman zımında kattı ecirge nail boludu. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Periştiler sepni toluqluğuçılar üçün Allah subhanahu wa ta'aladan rahmet ve mağfiret tileydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan. Tercümesi, hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala ve onun periştileri namazda sepni toluqluğuçılarga rahmet yollaydı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ularni periştilerinin aldıda maqtaydı. Periştiler bolsa ular üçün Allah subhanahu wa ta'aladan rahmet, mağfiret tileydi. Kimiki septiki bir boşlukni to'ldirdikan, Allah subhanahu wa ta'ala şu sebeplik onu bir derece götürdü. Bu hadisni İmam Ahmed, İmam İbn Majah ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 1843 numar ve Sahihut Targib 501 numarda Hasan deb baholagan. Periştiler oldingi septi namoz o'quvchilar uchun Allah subhanahu wa ta'aladan rahmat ve mağfiret tileydi. Kishi namoz uchun masjidga baldur berish bilan bir vaqtda oldingi septi turishga ahamiyat berish kerak. Bara, Abu Umama ve başka sahabeler radiyallahu anhum ecmaîn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi, hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala ve onun periştileri namazda oldingi seplarda turg'uchilarga rahmat yollaydı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ularni periştilerinin oldida maqtaydi. Periştiler bolsa ular uchun Allah subhanahu wa ta'aladan rahmat, mağfiret tileydi. Bu hadisni İmam Ahmed ve İmam Abu Davud toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 1839'dan 1842 numar ve Sahihut Targib 491'den 493 numarda Hasan deb baholagan. Periştiler taharet bilen uxlag'uchilar uchun Allah subhanahu wa ta'aladan rahmat ve mağfiret tileydi. İbn Umar radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi, kim taharet bilen yatsa, bir perişte onun baş tarafida turdi. Eğer o keçinin her qandaq vaqtida o'ygansa, perişte, ey Allah, falani bendangni mağfiret qilgin, çünkü o taharet bilen yatgan idi, deydi. Bu hadisni İmam İbn Hibban ve İmam Tabarani toplagan. Şeyh Albani Sahihut Targib 2539 numarda sahih deb baholagan. Periştiler sohurluq yigichilar uchun Allah subhanahu wa ta'aladan rahmat ve mağfiret tileydi. İbn Umar radiyallahu anhumadan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundaq degan. Tercümesi, hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala ve onun periştileri sohurluq yigichilarga rahmat yollaydı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ularni periştilerning oldida maqtaydi. Periştiler bolsa ular uchun Allah subhanahu wa ta'aladan rahmat, mağfiret tileydi. Bu hadisni İmam İbn Hibban ve İmam Tabarani toplagan.
Şeyh Albani Sahihul Cami 1844 numar ve As-Sahiha 1654 numarda Hasan deb bahalagan. Periştiler kesel yo'qlovchilar uchun dua qiladi. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi ki Rasululloh alayhissalatu vassalam shundoq degan. Tarjimasi: qachoniki bir musulmon kesel bo'lib qolgan yana bir musulmonni yo'qlasa, Allah subhanahu va taala kesel yo'qlovchiga duo qilish uchun 70 ming farishtani avatidi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Agar u atiganda kesel yo'qlagan bo'lsa, farishtalar toki kechigacha uning uchun duo qilib turdi. Agar u kechda kesel yo'qlagan bo'lsa, farishtalar toki sahargacha uning uchun duo qilib turdi. Bu hadisni İmam Ahmad ve İbn Hibban toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 1367 numarda sahih deb bahalagan. Farishtalar sadaqa berguchilar uchun duo qiladi. Allah rizoligini ko'zlab sadaqa ihson qilganlar uchun duo qilib turadigan farishtalar bor. Bu peyqirlarga yordam berish, masjid silish, Qur'on va boshqa diniy bilimlarni o'gitish va hakazalarga berilgan barliq sadaqalarni o'z ichiga oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: her günü saharda iki farishta osmondan tushidi. Ulardan biri: "Ey Alloh, sadaqa qilguvchining melining o'rnini to'ldirib bergin" deydi. Yana biri bo'lsa: "Ey Alloh, tutib qolg'uchi, ya'ni sadaqa bermaguchining melini to'zitib etgin" deydi. Bu hadisni İmam Buxoriy 1442 ve İmam Muslim 1010 numaralıqda toplagan. Farishtalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud, salom aytqichilar uchun duo qiladi. Amr ibn Rabi'a radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: qachoniki bir banda menga durud aytsa, u menga durud aytib turgan muddatda farishtalar uning uchun Allohdan rahmat va mag'firat tilab turdi. Shuning uchun banda xolisa buni azaysin, xolisi ko'paysin. Bu hadisni İmam Ahmad ve İmam İbn Majah toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 5744 numarda ve Fadlus Salah ta Hasan deb bahalagan. Farishtalar mu'minlarning duosiga amin deyishib berdi. Bir musulmon yana bir musulmon birodari uchun duo qilsa, bir farishta amin deydi. Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: bir musulmonning yana bir musulmon uchun u yo'q yerda qilgan duosi ijobatdir. Bir farishta uning birodari uchun duo qilgan musulmonning beshida turdi. Her vaqt u qarindosh uchun Alloh subhanahu va taoladan biror yaxshilik tilasa, farishta amin, sana mı o'xshishi bo'lsin deydi. İmam Muslim 2732-2733 hadis toplagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq degan. Tarjimasi: imom namozda Sura Fatiha'dan keyin amin deganda, farishtalarmu osmonda amin deydi. Shunga imom amin deganda sizlarmu amin denglar. Kimning amin deyishi farishtalarning amin deyishiga udul kelsa, uning o'tmishdagi mag'firat qilindi. İmam Buxoriy 780 ve İmam Muslim 410 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: sizlar og'riq yoki o'lish oldidagi kishilarning yanida turganda yaxshi so'z qilinglar. Chunki farishtalar deganlaringlarga amin deb turdi. İmam Muslim 919 hadis. Farishtalar mu'minlar uchun shafaat qiladi.
Farishtalar Alloh subhanahu va taolaning izni bilan mu'minlar uchun shafaat qila oladi. Mu'minlar uchun shafaat qilish Alloh subhanahu va taoladan ularni mag'firat qilishini va do'zaxdan qutuldirishini tilash deganlikdir. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lganlarga shafaat qilishga ruxsat qilsalar, ondan ularning shafaati asqatadi. Sura Najm 26-oyat. Farishtalar mu'minlar bilan birlidir. Farishtalar mu'minlar kiyimlarini sog'an va hojatxonaga kirgandan boshqa har qanday vaqtda mu'minlar bilan birlidir. Izohat: Ammo amallarni xotirlashga mas'ul farishtalar yuqorida tilga ilingan ahvollardami insondan ayrilmaydi. Izohat tugadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Farishtalar navbat bilan sizlarni kech-kunduz kuzatib turdi. Ular fajr namozida va asr namozida jam bo'ladi. Ondan sizlarning yoninglarda turganlari arshga o'rlaydi. Ve Allah subhanahu wa taala gerçi teximi yaxshi bilib tursa-mu, o farishtalardan mening bandalarim nima ish qilib qoldi deb so'raydi. Farishtalar bo'lsa, biz ulardan namoz o'qiyotgan holda ayrildik ve biz ularning yeniga borgandimi, ular namoz o'qiyotgan ekan deb javob berdi. İmam Buxoriy 555-numurluq, İmam Muslim 632-numurluq hadis. Farishtalar mu'minlarga yordam berdi va ularni qo'g'daydi. Farishtalar mu'minlarni yaxshi ko'rdi va ularni jinlardan, shaytondan, baloy ofatlardan va ziyon zahmatdan qo'g'daydi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Her bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Sura Ra'd 11-oyat. Farishtalar nima uchun mu'minlarni qo'g'daydi? Nima uchun ularning yenida turadi? Javob shuki, haqiqiy mu'min har vaqt Alloh subhanahu va taologa va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilish uchun eng zo'r tirishchanligini ko'rsatdi ve yaxshi amallarni qiladi. U tili ve qalbida har vaqt Alloh subhanahu va taoloni zikr qilib turdi. Bütün amallarida Alloh subhanahu va taoloning o'zini ko'rib turadiganligini esida tutdi. Mana bu farishtalarning mu'minni qo'g'dishi va uni yaxshi ko'rishidagi sababdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Farishtalar dini bilimlarni Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun o'rganguchilarga yordam berdi va ularni qo'g'daydi. Farishtalar kishini Allah subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan islomiy bilimlarni yaxshi ko'rdi. Shundaqla ular bu muhim ilm, sahih islomiy ilmlarni o'rganguchilarni yaxshi ko'rdi. Safwan ibn Assal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yeniga kelib, o'zining ilm talab qilish uchun kelganligini aytganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: İlim talab qilg'ichiga marhaba. Haqiqatan farishtalar islomiy ilm talab qilg'ichini o'rib oladi va uningga qanotlari bilan soy tushirib turdi. Ondan ular talab qilingan narsa, ya'ni islomiy bilimga bo'lgan muhabbati sabablik bir-birining ustiga o'lishib, toki tuvanki osmongacha yetib bordi. İmam Ahmad, İmam İbn Hibban ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahih-u Targib 74-numurda Hasan deb bahalagan. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Haqiqatan farishtalar talab qilingan narsa, ya'ni islomiy ilmdan mamnun bo'lib, ilim talab qilg'ichiga qanotlarini yeyib berdi.
İmam Abu Davud, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahih-ul Targ'ib 70. numarda ve Sahih-ul Cami 1956 numarda hasan deb bahalagan. Periştiler yana menfaatlik ilimni ügetkichilar uchun dua qiladi. Abu Umama radiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: haqiqatan Allah ve uning farishtalari, hatta uvisidagi cho'mililar, dengizdagi beliqlarmi kishilarga yaxshilikni o'rgatkichilarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni Allah subhanahu va taala bularni farishtalarning yanida maqtaydi. Farishtalar, cho'mililar ve beliqlar bular uchun Allah subhanahu va taoladan rahmat ve mag'firat tilaydi. İmam Tirmizi ve İmam Tabrani toplagan. Şeyh Albani Sahih-ul Targ'ib 81. numarda ve Sahih-ul Cami 1838. numarda hasan deb bahalagan. Farishtalar mu'minlar can üzgendan keyinmi ularning holidan xabar oladi. Farishtalar taqvodor mu'minlar ve shahidlar vafot bo'lgandan keyinmi ularning holidan xabar oladi. Ularni qanotlari bilan yeyib turdi. Agar ularning meyitini yuyish kerak bo'lsa, yuyib qo'ydi. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhumadan rivoyat qilindiki, uning dadasi Uhud g'azotida vafot bo'lganda, Jabir radiyallahu anhuning hammasi Fatima yig'lashga boshlagan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga tarjimasi: yig'lamang, chunki farishtalar toki u dafn qilinish uchun ko'tarilganga qadar uningga qanotlari bilan soy tashlab turdi degan. İmam Buxoriy 1244 ve İmam Muslim 2471 numaralı hadis. İbn Abbas radiyallahu anhumanın shundoq deganligi rivoyat qilindi. Hamza ibn Abdul Mutallib ve Handala ibn Ar-Rahib ikkilisi Uhud g'azotida o'ldirilgan edi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarjimasi: men farishtalarning u ikkisini yuyayotganligini ko'rdim degan. İmam Tabrani ve İbn Sa'id toplagan. Şeyh Albani Ahkamul Janaiz 75. numarda sahih deb bahalagan. Biz bu babning oxirida yana farishtalarning Odam alayhissalomning meyitini yuyganligini bayon qilamiz inshaalloh. Farishtalar mu'minlar bilan birga jang qiladi. Farishtalar nurg'un janglarda mu'minlar tarafda turib jang qilgan. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala Bedir g'azoti haqida shundoq deydi. Tarjimasi: o'z vaqtida Rabbing farishtalarga: men sizlar bilan birga mu'minlarni urush maydonida sabatlik qilinglar, kofirlarning dillariga qo'rqinish solaman deb vahiy qildi. Qilish bilan kofirlarning gadanlariga chepinglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning har bir barmoqlariga chepinglar. Sura Anfal 12. oyat. Shundaqla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni tarjimasi: mana bu Jibril itining yugunini tutib turdi. Ustida jang kiyimi bor ekan degan. İmam Buxoriy 3995 İbn Abbas radiyallahu anhumadan rivoyat qilgan. Farishtalar yaxshi ish qilishni mu'minlarning esiga selib turdi. Shaytonlar kishilarga yomon ish qilish haqida vasvas qilganidek, farishtalar mu'minlarga yaxshi ish qilishga ilhomlantirib turdi. İbn Mas'ud radiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarjimasi: sizlardan har biringlarga jindan bo'lgan bir nafar, farishtadan bo'lgan bir nafar hamroh avatilgan deganda, sahobalar: ya Rasululloh, sizlarning jindan bo'lgan hamrohlari bormi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban: shundoq, meningmi bor, lekin Allah subhanahu va taolo menga yordam qilib, uni musulmon qilib bergan. U meni faqat yaxshilik qilib buyurdi degan. İmam Muslim 2814. hadis.
İbn Mas'ud radıyallahu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Odam bolasiga shayton va farishta tegib turdi. Ya'ni arabchada lamasa. Shaytonning tegishiga kelsak, u insonni yomonlik qilishga va haqni inkor qilishga undaydi. Farishtaning tegishi bo'lsa, u insonni yaxshilik qilishga va haqni qabul qilishga undaydi. Kim buni, ya'ni farishtaning tegishini his qilsa, buning Allah subhanahu va taoladan ekanligini bilsin va Allah subhanahu va taolaga hamd sano etsin. Kim buningdan boshqasini his qilsa, shaytonga qarshi Allah subhanahu va taoladan panoh tilasin. İmam Ahmed ve İmam Tirmizi toplagan. Şeyh Albani Mishkat 70. numaralıqda sahih deb bahalagan. Farishtalar mu'minlarga ta'lim berdi. Kishilar payg'ambarlardan o'rgangan yaxshi ishlarning mutlaq ko'p qismini farishtalar shu payg'ambarlarga o'rgatgan. Jibril alayhissalom Qur'onni va boshqa nurg'un narsalarni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'rgatgan. Farishtalar bizga, ya'ni hayotimizdagi ba'zi ishlarni qanday qilishni o'rgatgan. Masalan, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: Adem alayhissalom vafot bo'lganda, farishtalar uning meyitini suv bilan toq qitim yuvgan. Uning qabrisini ko'lagan va bu Ademning avlodlari uchun bir sunnatdir degan. Bu hadisni Imom Hakim va Imom Tabarani to'plagan. Şeyh Albani Sahihul Jami 5207 numarda va Az-Zaifa 2872 numarda sahih deb baholagan. Shundaqla Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligi rivoyat qilingan. Tarjimasi: Allah Ademni yaratganda uningga berib o'ltirgan farishtalarga salom qil va ularning san qaytargan javobiga quloq sol. Chunki bu sening va avlodlaringning salomidir degan. Shuning bilan Adem alayhissalom farishtalarning yiniga berib assalomu alaykum degan. Farishtalar assalomu alayka va rahmatulloh deb va rahmatullohni ziyoda qilgan. İmam Buxoriy 3326 ve İmam Muslim 2841 hadis. Demek, farishtalar salomga qanday javob qaytarishni Adem alayhissalomga o'rgatgan. Farishtalar mu'minlarning tilida so'zlaydi. Farishtalar Allah subhanahu va taolaning osmondagi guvohchilaridir. Ular taqvodor mu'minlarning bir odam haqida mayli u yaxshi yoki yomon bo'lsin, to'g'rini so'zlashiga turtki bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Farishtalar Allah subhanahu va taolaning osmondagi guvohchilaridir. Sizlar Allah subhanahu va taolaning zimindagi guvohchilarsizlar. Haqiqatan Allah subhanahu va taolaning bir odamning yaxshi yoki yomonlik haqida odam bolalarining tillarida so'zlaydigan farishtalari bor. İmam Buxoriy 1367 numaralı, İmam Muslim 949 numaralı hadis. Shundaqla boshqa imomlar texmo tafsiliy nusxasini to'plagan. Şeyh Albanining Sahiha 1694 numaraga qarang. Mana bu farishtalarning taqvodor mu'minlarning boshqalar haqida to'g'ri hukm chiqarishiga sabab bo'ladiganligini ko'rsatadi. Masalan, taqvodor mu'minlar birovni yaxshi desa, u ko'pincha Allohda shundoq bo'lib chiqadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Payg'ambarlarning yenidagi farishtalar. Farishtalar barliq mu'minlarni yaxshi ko'rish bilan bir vaqtda payg'ambarlarni alayda yaxshi ko'rib hurmatlaydi. Allah subhanahu va taolaning vahiysini ularga yetkazdi. Ularga maslahat berdi va yo'l ko'rsatdi.
Biz tövende periştilerinin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'gila has boğan işlerini bayan kılımız. Periştiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durut salam yollaydı. Periştiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durut salam yollaydı. Bu periştilerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dua kılıdığanlıqını bildirdi. Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi: Hakikaten Allah ve onun periştileri peygamberge rahmet yollaydı. Yani Allah subhanahu ve teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge rahmet kılıdı. Şe'nini uluk kılıdı. Derecesini üstün kılıdı. Periştiler onun için Allah subhanahu ve teala'dan rahmet ve mağfiret dileydi. Sure Ahzab 56. ayet. Periştiler durud salamlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge yetkizdi. Bazı periştilerin vazifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge yollangan durud salamlarını kabul kılıp, andın onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge, yani kabrisiga yetkiziştir. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Hakikaten Allah'ın yeryüzüde kezip ümmetimnin salamını bana yetkizdiğin periştileri var. İmam Ahmed ve İmam Nesai toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 2174. numur ve Mişkat 884. numurda sahih deb bahalagan. Abu Bakr radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Bana köp durud salam aytinglar. Çünkü Allah subhanahu ve teala kabrimning yeniga bir perishtini muvakkal qildi. Qachoniki ummatimdan bir kishi bana durud salam aytsa, u perishta bana: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hakikaten palanının oğlu palani baya sana durud salam aytdi deydi. İmamı Deylemi, İmam Tabrani ve başkalar toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 1530. numaralıqda Hasan deb bahalagan. Periştiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni başkalarının ziyankeşlikinden qoğdaydı. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınışça bir qitim rezil kafir Abu Cahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ziyankeşlik qilmoqchi bo'lgan ve agar men Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning Ka'bada namoz o'qiyotganligini ko'rsam, uning gejgisiga destayman degan. Allah subhanahu ve teala'ning la'nati Abu Cahilga bo'lsin. Lekin u shunday qilishga tamshalganda, u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning oldida nihoyatda cho'ng o't ve qanotlarni ko'rib qo'rqib ketgan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlab, tercümesi: Eğer u manga yaqinlashgan bo'lsa, perishtilar uni parch-parch qilib etgan bo'ladi degan. İmam Müslim 2797. numaralı. Allah subhanahu ve teala bir perishtini taqqa muakkil qilgan. U Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge erziyet yetkizgan kafirlarni halok qilishga tayyor turgan edi. Aisha radıyallahu anhadan rivayet qilindi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan. Tercümesi: Men senin kavmin, yani Quraysh'dan tolumu köp erziyet tattım. Ularning ichidagi eng ig'iri Aqaba kuni yuz bergan edi. Aqaba Makkaning g'arbidagi Minoning fasilidagi yerning ismi. U kuni men Abdu Yalil ibn Abdi Kulal'dan islom diniga da'vat qilish yo'lida yordam talab qilgan edim. Ular talabimni qabul qilmadi. Shuning bilan men g'amkin holda oldimga qarab mengayverib, Qarni Saalib degan joyga kelganda ondan esimga kelibdiman. Qarni Saalib Minoning taxminan 1 kilometr narisidagi tog'. Beshimni ko'tarib osmonga qarasam, menga bir bulut soya tashlab turibdi. Bulut ichida Jibril alayhissalom bor ekan. U menga Allah hakikaten qavmingning sana qilgan so'zlarini ve javoblarini anglab, taqqa muakkil perishtini sening xohlagan narsangni bajo keltirishga avatdi deb nido qildi. Ondan menga salom berdi.
taqimi akil farishta, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, nimani xohlaysan? Xohlasang Axshab nomli ikki tog'ni ularning ustiga ko'mtiray dedi. Men, yo'q, Allah subhanahu va taolaning ularning pushtidan yolg'iz bir Allohga ibodat qiladigan, Allohga shirik keltirmaydigan kishilarni vujudga keltirib berishini umid qilaman dedim. İmam Buxoriy 3231, İmam Muslim 1795-numaralı hadis. Farishtalarning gunohkorlar va kofirlar bilan bo'lgan munosabati. Farishtalar Allah subhanahu va taoloni inkor qiladigan va Allah subhanahu va taoloni g'azablantiradigan ishlarni qiladiganlarni o'ch ko'rdi. Ular gunohlarni o'ch ko'rdi va ba'zida gunohlarni sodir qilganlarga la'nat o'qiydi. Farishtalar kofirlarga la'nat o'qiydi. Kofirlar Allah subhanahu va taolaga iymon etmaganligi va yomon ishlarni qilganligi uchun farishtalar ularga la'nat o'qiydi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Shubhisizki kafir bo'lib, kafir peti o'lganlar bor. Ana shular cho'qim Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Sura Baqara 161-oyat. Farishtalar kafirlarni jazolaydi. Ba'zida farishtalar kafirlarning va zolimlarning ustiga Allah subhanahu va taolaning jazosini va g'azabini ilib tushidi. Buning misoli sifatida biz 2-bobda İbrahim alayhissalomning yeniga kelgan farishtalarning Lut alayhissalomning uningga osiylik qilgan qavmini jazolash uchun avatilganligini bayon qilgan edik. Allah subhanahu va taolo farishtalarga ularning ustiga davzaqning zaharlik toshlarini tashlatqizish orqali ularni jazolagan. Farishtalar gunohkorlardan yiroq turdi. Gunohkorlar farishtalarga hamroh bo'lish sharifidan mahrum qilib, shaytonning hamrohligiga aylandi. U bu qismatdan faqat darhol Allah subhanahu va taologa tavba qilish orqali qutula oladi. İbn Abbas radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Üç türlü kishiga farishtalar yaqinlashmaydi. Junub, mast va ustiga xoluq chachqan er. Izohat: Xoluq ayollarning atri bo'lib, ichida zafron bor. Bu erlar uchun cheklangan. Izohat tugidi. Bu hadisni İmam Bazzar va İmam Buxoriy tarixda to'plagan. Şeyh Albani As-Sahiha 1804-numurda sahih deb baholagan. Farishtalar qiladigan boshqa ishlar. Ular barliq ishlarga mas'ul. Allah subhanahu va taolo har qanday ishni o'z oldiga vujudga chiqarishga qodirdir. Allah subhanahu va taolo bir ishning vujudga chiqishini iroda qilgan hamon u ish darhol vujudga chiqadi. Lekin Allah subhanahu va taoloning buyuk hikmati bu dunyodagi ishlarning ma'lum vositalar orqali vujudga chiqishini taqozo qilgan. Ana shuningdek farishtalar nurg'un ishlarning vujudga chiqishidagi vositalar jumlasidandir. Allah subhanahu va taolo farishtalarning o'z vahiysini ilib tushishini, bizning amallarimizni xotirlashini, jinimizni elishini, yomg'ir, o'simlik va yemeklik qatorliqlarga mas'ul bo'lishini iroda qilgan. Allah subhanahu va taolo farishtalarni sifatlab shunday deydi. Tarjimasi: Allah taolaning amri bilan koinotning ishlarini boshqaruvchi farishtalar bilan qasamki, Sura Naziat 5-oyat. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: ishni, ya'ni bandalar orasida rizqlarni, yurtlar orasida yomg'irlarni taqsim qilg'ichi farishtalar bilan qasamki, Sura Dariyat 4-oyat. Buning misollaridan biri shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga guldirmomining amaliyatda Allah subhanahu va taoloni madhiylaydigan va bulutlarni boshqaradigan farishtalarning ovozi ekanligini aytgan.
ibn Abbas radiyallohu anhumadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Güldürmama Allah subhanahu va taolaning farishtalaridan bir farishta bo'lib, bulutlarni boshqarishga mas'uldir. Uning bulutlarni Allah subhanahu va taola xohlagan yerga haydash uchun ishlatadigan o'tdan bo'lgan neyzlari bor. İmam Ahmad, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 1872 numurda sahih deb bahalagan. Farishtalar haremni qo'g'daydi. Farishtalar Makka, Madina ve Quddusdan iborat 3 muqaddas shaharni qo'g'daydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Medine'nin her bir kiriş ig'izida farishtalar bor. Onunla, yani Medine'ge vaba ve Deccal kirelmeydi. İmam Bukhari 1880 numaralı Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Tercümesi: Mekke bilen Medine'den başka her qandaq şehirge pat arada Deccal dessimay kalmaydı. Bu iki şehirning her bir kiriş ig'izida uni qo'g'daydigan sap-sap farishtalar bor. İmam Bukhari 1881 ve İmam Muslim 2943 hadis toplagan. Zeyd ibn Thabit radiyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Şam, yani Yerusalim ve etrafındaki rayonlarga hoş mübarek bolsun. Allah subhanahu ve teala'nın farishtalari Şam'ның üstüge kanatlarını yaydı. İmam Tirmizi ve İmam Hakim toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 503 numurda sahih deb bahalagan.